Uyg'ur tarixidagi o'ncho'ng tibobat olimi. Turkiyalik doktor Suhayl Unvar mundaq deydi. Uyg'ur tibobati emgakchan Uyg'ur xalqining uzun tarixiy davrlardan buyon beshiga kelgan turli tabiiy ofat va kasalliklarga qarshi to'xtovsiz kurashlari jarayonida taraqqiy qilib shakllangan va kunimizda sistemalik davolash metodi holiga kelgan bir g'olliq bilim shixidir. Chivar Uyg'urlar nurg'un sohalardagi o'xshash tibobat sohasidami büyük ta'sirlar qoldirgan millatdir. Nihoyatimi uzoq tarixda Uyg'ur milliy madaniyatining o'xshash davr madaniyatlari ichida tangtushi bo'lib boqmagan. Türk irponini, ilmini va tibobatini Osiyo qit'asida Uyg'urlar tunji bo'lib barliqqa keltirgan. Uyg'urlar dunyoda eng baldur madaniyat uyushtirgan mayalıqlar, Misrliklar va Rimliklar bilan teng o'rinda turg'udek qadimiy millat deb qaraladi. 1200-yillari Hindistonda qalamga ilingan Davlatlar tazkirasi nomli klassik asarda biz shu qurlarni uchirtimiz. Eng qadimiy tibobatchilik buningdan 3000 yillar ilgari sirliq tarim vodilarida yashagan G'ozibay ismli kishining Badiyan, Seriq Hilila, Binafsha, Sana, Yada teshi, tuz va go'sht turlik materiallarni xom ashyo qilish orqali og'riq to'xtatishi, kasallarni azobdan qutuldirishi bilan bilinmoqdadir. Demak, 12-asrdan bugungi kunimizga qadar 1000 yilga yaqin vaqt o'tdi. Bu deganlik qadimiy tibobat 4000 yillar burunla Uyg'ur yurtida taraqqiy qilgan deganlikdir. Bugungi kunimizda Berlin, Tokyo, Leningrad va Beyjingdagi turli muzeyxonalarda 1910-yildan 1920-yillari Germaniyadan kelgan arxeologlar tarafidan Turpan vodisidan tepilgan İdiqut Uyg'ur davlatiga oid nurg'un asar atiqa va qo'lyozmalari saqlanayotgan bo'lib, u qo'lyozmalarda shu davrlarga oid davolashga oid muhim retseptlarmi bor edi. 1930 va 1932-yillari tilshunos Rashid Rahmat Arat boshchiligidagi tadqiqot guruhi Berlinda maxsus İdiqut qo'lyozmalariga munosabatlik tadqiqot maqolalar to'plami e'lon qilgan bo'lib, bu to'plamning 451-betidan 471-betlarida 198 xil tibbiy retsept tilga ilingan. 1. Aflatonni hayron qoldirgan G'ozibay. Aflaton bilan qo'yiq munosabatda bo'lib o'tgan deb qaralayotgan qadimki donglik Uyg'ur tibi G'ozibay Xotanda o'tgan bo'lib, uning G'ozibayning o't-cho'p dorilar qomusi nomli mashhur kitobni yozganligi ma'lumdir. Ayni vaqtda Aflaton va uning shogirdlari G'ozibayning bu dorilar qomusidan nihoyat zo'r manfaatlar olgan. Bu ajdodlarimizning milodidan 3-4 asr ilgirla butun insoniyatning tibobat ilmiga g'oyat zo'r tuhfa qo'shganligini isbotlaydi. G'ozibay Xotanda o'tgan atoqli Uyg'ur tibib bo'lib, uning G'ozibayning o't-cho'p dorilar qomusi nomli mashhur kitobni yozganligi to'g'risida ma'lumot bor. Dastlabki ega bo'lgan materiallarga asoslanganda milodiy 1200-yillari Hindistonda nashr qilingan Hadiqatul Aqolim turli davlatlar tazkirasi degan qomus xarakterlik asarda mundaq mazmundagi muhim manbalar qayd qilingan. Tarim yayliqidagi G'ozibay qadimki Xotan doirasidagi nurg'un xom dorilarni yakunlab 312 moddalik dori qomusi yozgan. Buningdan xabar topgan Yunnonlik olim Aflaton o'z shogirdlarini uning oldiga avatgan. Ular 1001 mushaqqatda 6 oydak tog' daryolarni kezib, oxiri G'ozibayni topgan. G'ozibayning yurtida har xil bebaho meva-chevalarning yerga to'kilib yotganligini Binafsha, Badiyan, Sana, yumg'oq sut, o'g'ir tikan, oqlayli, loli o't, ochiq tovuz qatorliq necha ming xil o't-cho'p dorilarning Tarim vodisining hammali yerini qaplaganligini ko'rgan. Ular G'ozibayning 312 moddalik dorilar kitobini ko'rib, oprin o'qigan.
hamda Aflatonning har xil ilmlar tahsil qiladigan olim ekanligi, agar Aflaton bu asarni ko'rishga muyassar bo'la olsa, G'ozibay va Torim xalqiga har jihatdan zo'r yordamlar berishga tayyor ekanligini aytgan. G'ozibay ko'p o'yinishlardan keyin har qaysi allar orasidagi do'stlik va ilm-fan almashtirishni nazarda tutib, qimmatlik asrini 40 yoshlik o'g'li Barining qo'liga tutqizib, kelganlar bilan billa Aflatonning oldiga avatgan. Aflaton Barini oliy ehtirom bilan qizg'in qarshi olgan. G'ozibayning asrini zo'r ishtiyoq bilan 40 kech kunduz o'qib chiqib, G'ozibayning tibbiy ilmdagi mahoratiga yuqori baho bergan. Hamda buningga javoban eng amroq qizi Anfiyalusni Bariga nikohlab bergan. Ma'lum mezgildan keyin Bari bilan Anfiyalus Torimga qaytmoqchi bo'lganda, Aflaton G'ozibayning insoniyatga qo'shgan tuhfasiga javoban hozirgi Xotan rayoniga qarashli shaharlarni texmi bahayvat va go'zal qilib qurishga yordamlashish uchun nurg'unlagan Yunnonlik hunarvanlarni qo'shib avatgan. Bu hunarvanlar Barining rahbarligida ayni vaqtdagi Xotan diyori xalqi bilan billa hozirgi Keriya, Xotan, Qaraqosh, Gumi shaharlarini texmi kengaytgan va egiz binolarni solgan. Aflaton milodidan burunqi 427-yili tug'ilib, milodidan burunqi 347-yili vafot bo'lgan dunyoga mashhur qadimki Yunnonlik faylasuf. Keyingi tarixchilar va arxeologlar turli uchurlarga tayinib turib, G'ozibayni milodidan burunqi 450-yildan 330-yilgacha, ya'ni Aleksandr Makedonskiyning Buyuk Ahmonilar sulolasiini munqariz qilgan yilgacha yashagan deb qaragan. Ikkinchi, Buyuk olim Komrajiyeva. Komrajiyeva milodi 344-yili Sharqiy Turkistondagi dangliq Kusan xonligida dunyoga kelgan. Uning otasi Komratan Hindistonda tug'ilgan Uyg'ur nasli bo'lib, ayni chog'dagi Hindistonning muhim davlat arboblaridan biri edi. Onasi Jiva bo'lsa, Kusan xoni Aqari Pakning singlisi edi. U 353-yili onasi bilan billa Hindistonga berib, Mahayana mazhabini o'rgangan. Bu jarayonda Zerek Komrajiyeva matematika, astronomiya va tibobatlarni puxta o'rgangan. U 357-yili, ba'zi manbalarda 356-yili 13 yoshida ona vataniga qaytib kelib, toki 38 yoshiga qadar Kusan xonligida tibobat, matematika va astronomiyaga oid ilmiy faoliyatlarni olib borgan. Keyin uni Xitoyga hukmronlik qilayotgan onlarning keyingi avlodlari majburiy elib ketgan. 413-yili 20-avgust Komrajiyeva Chang'anda 70 yoshida vafot bo'lgan. Afsus, uning tibobatga doir tarjima kitoblari Xitoyda saqlanib qolgan bo'lib, Komrajiyevaning onasi Jiva yozgan Jiva 5 a'zo kasalliklari to'g'risida nomli xos asarning xitoycha tarjimasi. Uningdan boshqa Komrajiyevaga munosabatlik Jiva Kaposta 33 jildlik g'arbiy diyor teviblari aytib bergan muhim retseptlar, 3 jildlik g'arbiy diyor avliyolarining muhim retseptlari, 4 jildlik g'arbiy diyordagi mashhur teviblar to'plagan muhim retseptlar, 4 jildlik Nagarjunaning dori retseptlari, 2 jildlik Nagarjunaning sirqlash usullari va 2600 jildlik har yerlardan to'plangan retseptlar qatorliq tibobat kitoblari saqlanib qolgan. 3. Tibet egizligiga borgan G'anju qog'in. G'anju qog'in taxminan milodiy 7-asrning oxirlaridan 8-asrning o'ttirlarigacha yashagan Uyg'ur tibobat olimi va mashhur tevib bo'lib, Odunliq Uyg'ur edi. U Kulli tashxis nomli klassik asarining yozuvchisi. Uning Tibet egizligida elib borgan faoliyatlari Tibetcha va Xitoycha hujjatlarda saqlanib qolgan.
4. Samanilar, Qarxonilar ve G'aznavilar orasida talashda qolgan olim Ibn Sina. Büyük tibbiy olim Abu Ali al-Husayn ibn Abdullah ibn Ali ibn Sina 980-yili 24 avgust Buxara yenidagi Afshonda 976-yildan 997-yilgacha hukmronlik qilgan Samanilar xoni Nuhsoni ibn Mansurning divan vaziri Abdullah oilasida dunyoga kelgan. Gerçi uning ismi Husayn, laqabi Abu Ali bo'lsa-mu, biroq yanada ajdodiga nisbat berilib Ibn Sina deb atalgan. Har qaysi ilmlarning ustozi va piri deb atalgan. Uning tibbiy va falsafa ilmidagi asrlar 200 parchadan oshadigan bo'lib, Al-Qanun fit tib tibobat qonuni nomli mashhur asri orqali tibobatning piri deb atalgan. Bu asar Yevropada taki 17 asrning o'ttirlarigacha uda oliy maktablarda darslik qilingan bo'lsa, Hindiston, Iran, Turkiya va boshqa sharq ellarida taki 20-asrgacha darslik qilinib kelgan. Ibn Sina 999-yili Samanilar munqariz bo'lgandan keyin Sultan Mahmud G'aznavining taklifi bo'yicha G'aznavilar tavasidagi Sultan Qabus ve İran'daki her türlü Türk emirlerinin kütüphanelerini to'liq aralab chiqish ve tadqiqot ishlari bilan shug'ullangan. 1037-yili 21-iyun Ibn Sina 57 yoshida Hamadonda vafot bo'lgan. 5. Qarxonilarning tibobat piri Imomiddin Qashqari. Imomiddin Qashqari yolg'iz tibobat sohasida tadqiqot bilan shug'ullanib qolmay, yana Sochiya madrasasida mudarris bo'lgan. U Risoli Cho'pchin degan bir kitob yozgan. U yana Sochiya madrasasida o'qitilayotgan Al-Qanun fit Tibib nomli asarni sharhilash maqsadida Sharhi Al-Qanun va Sharhi Shifo nomli tibbiy kitoblarni yozgan. Oldingi kitobini Qarxonilarning Xaqoniga taqdim qilgan. Xaqon bu kitobni o'qigandan keyin Imomiddin Qashqariyni o'rniga taklif qilib, uning bilan tibobat haqida suhbatlashgan. Imomiddin Qashqariy tarafidan yozilgan Sharhi Al-Qanun degan dongli tibbiy asar Qarxonilar tarafidan davlatning saqliqini saqlash dasturi qilib bekitilgan. Bu dongli tibibning operatsiya sohasidami nihoyatda tajribalik va usti bir jarroh ekanligi ma'lum. Urushda yaralangan askarlarning uning qo'lida operatsiya qilinganligi tarixiy asarlarda tilga ilingan. Imomiddin Qashqariyning o'quvchisi Muhammad ibn Rashid ibn Muhammad oqkesalni davolab saqaytishni o'zi bevosita tajriba qilib amaliyotdan o'tkazgan. U milodiy 1083-yili Qashqarda olamdan o'tgan. 6. Büyük allama Allahiddin Muhammad Xotani. Allahiddin Muhammad Xotani 1150-yildan 1217-yillarda yaşagan Qarxonilar xonligi davridagi büyük tibbiy olimlar qatorida barliqini Uyg'ur tibobatiga va uning taraqqiyotiga bag'ishlagan tibbiy ustoz allama bo'lib qolmay, o'z davrida nomi Tarim vodisidan halqib, chet ellarga qadar tarqalgan shaxs bo'lib, nihoyatimi ko'p tibbiy asarlarni yozib qoldirgan. U Qarxitay xoni kuchlik tarafidan qatl qilingan bo'lib, hozirgacha avlodlari va Uyg'ur xalqi tarafidan izchil cho'nqur yod etilmoqda. Allama Allahiddin Muhammad Xotani shahid bo'lgandan keyin xalq uni o'zi madrasa ochgan joyning yeniga dafn qilib, hayvatlik qabri qotirgan. Bu joy hozirgacha Allama Buzurgvar mazri deb atilib kelmoqda. Allamaning nurg'un tibbiy va adabiy asarlarni yozganligi ma'lum bo'lsa-mu, bizga faqat uning ichidan 3 parcha kitob va 1 parcha she'riningla uchur yetib kelgan. Bu kitoblarni uning keyingi avlodlaridan Molla Xo'ja Axunluqum, Molla Xo'ja Muhammad Hojim,
Turdi Muhammed Axunum qatarlıqlar avlatma avlat miras qoldirishib toki 20 asrning 50 yillargacha yetkazib kelgan. Hazrati Allama Allohiddin Muhammad Xotanining qalamiga mansub bo'lgan va bu kitoblarning birinchisi Al-Fiqhul Tibbiya tibobat qonunlari bo'lib, bu kitobni ashu 50 yillarda Allama Abdulhamid Yusuf Damulla Hojim Turdi Muhammed Axunum huzurida ko'rgan ekan. Ming afsuski, madaniyat zo'r inqilobi mezgilida Turdi Muhammed Axunumning o'ylari aqtirilib, qimmatlik tarixiy, adabiy, diniy va tibbiy kitoblar bulang-talang qilinib ko'ydirilganda Al-Fiqhul Tibbiya tibobat qonunlari nomli bebaho kitobmi ko'ydirib etilgan. 7. Hindistonda shuhrat qozongan tibbiy olim Jamoliddin Aqsaroyi. Jamoliddin Aqsaroyi Uyg'ur tibobatining taraqqiyoti uchun barliqini sarf qilgan büyük allomalarning biri bo'lib, o'zining mashhur tibbiy asr bo'lgan Kitobi Tib Aqsaroyi bilan Uyg'ur tibobatchilik tarixida tegishlik o'rin olgan. Uyg'ur milliy tibobatining ko'p asrlik tajribalarini to'plash, tadqiq qilish va o'zining bevosita davolash amaliyatidan hosil qilgan bilimlari asosida dangliq Kitobi Tib Aqsaroyi nomli asri bilan tonilib, dunyoviy tibobatchilik ilmi sohasida xalqaroga tonilgan mo'tabar tibbiy olim Jamoliddin Aqsaroyi Qarqash nahiyasida tug'ilib o'sgan. Madaniyat tariximizda muhim o'rin tutadigan bu olimning asri Hindistonda 700 yildan ortiq vaqt darslik qilib o'tilgan. 20 asrning boshlarida Xotanlik Abdullah Mollam Mavlaviy, Hasan Damollam Mavlaviy, Mehmet Niyoz Mavlaviy, Atuşluq Zeynul Abidin Mavlaviy qatorliq ulamolar Hindistonning dangliq Lucknow universitetining tibbiy institutiga o'qishga borganda muallim dars o'tayotgan bir kitobni sinfdagi o'quvchilarga ko'rsatib turib, "Aranglarda Xotandan kelganlar bormi?" deb so'rgan. Hamda bu kitob Xotanning Aqsaroy degan joyida tug'ilib, Hindistonga kelgan Uyg'ur tibbiy olimi Jamoliddin yozgan Aqsaroy degan kitob bo'ladi degan. Bu kishilar o'z yurtidan chiqqan bu olimdan nihoyatda faxrlangan. Hamda o'qish bitirib Xotanga qaytib kelgandan keyinla marhum peshqadam tibib Ahmad Hoji, marhum Hoji Elixon hazratim, dangliq dorigar Imin Niyoz Axunum qatorliqlarga nihoyatda hayajon bilan so'zlab bergan. 8. Osmoniylarning shahzodasini rak kesilidan xalos qilgan Allama Tajalli. Ataqliq shoir, dangliq tibib, ma'rifchi va ximik Hüseyinxon Akbar Tajalli hazratlari milodi 1856 yili Xotan viloyatining Qog'liq nahiyasi Zonglang yeza Oykan kentidagi diniy olim, mahir tibib Qutbiddin Shah hazratlarining oilasida dunyoga kelgan. O'qish yoshiga yetganda ota-onasi uni Makkaga elib borgan va boshlang'ich ma'lumotini Makkada olgan. Qutbiddin Shah farzandini yuqori ma'lumotli qilib yetishtirish maqsadida Hindistonga elib berib imtihonga qatnashtirgan. İmtihandan o'tgandan keyin Dehli shahridagi Dehli Daril Ulum madrasasida, ondan Irondagi Isfahan Daril fonida, keyin Afg'onistondagi dangliq Kabul Daril fonida o'qitgan. Tajalli o'qish jarayonida ximiya, tibobat, ilmiy nujum, tarix, logika, jo'g'rofiya va tilshunoslik qatorliq ilmlarni o'rganib, yuqori mahorat va universal iqtidorni yetildirib qolmasdan arab, Paris, Urdu va hindi tillarini mukammal o'rgangan. Bulardan tashqari dunyo adabiyoti va sharq klassik adabiyoti bilan pishiq tanishgan. Ashu sohadagi mashhur peshvolarning ijodiyatlari ustida izlanib, ma'lum tadqiqotlarni elib borgan. Bu natijalari bilan Mavlaviylikka erishib, dangliq madrasasini tamomlagan Tajalli Makka, Madina, Dehli, Kabul, Tehran, İstanbul, hatta Rossiyadagi ba'zi shaharlargacha berib,
xeyli bir mezgillargacha sayohat va savdo setiq ishlari bilan turib qolgan. Tajalli haj va o'qishni tugutib, ota-onasining hamrohligida vatanga qaytib kelgandan keyin Yakan, Qashqar, Qog'iliq, Guma qatorliq joylarda mudarrislik qilgan va adabiy ijodiyat bilan shug'ullangan. Ximiya ilmi bo'yicha tajriba tadqiqoti elib berib, uni milliy tibobatchilik bilan birlashtirgan asosda Uyg'ur milliy tibobatchiligining saviyasini yuqori pallaga ko'tarish uchun tibobatchilik va sog'liqni saqlash ishlari bilan shug'ullanib, kasallarning dardiga davo, ranjiga shifo bo'lib, yo'qsullarni davolaganda haq olmagan yoki oz haq olgan. U o'zining tibbiy mahorati bilan xalq orasidagi har xil kasallikni, jumladan yurak kasali, o'pka va sil kasali qatorliq kasalliklarni muvaffaqiyatli davolab qolmay, balki rak, ya'ni sarton kasalini yilon go'shi zahri bilan muvaffaqiyatli holda davolab saqaytgan. Bu usul bilan Osmoniylarning sultonining inisini saqaytgan. Tajalli 7000 xil dorining ismini bilgan, 5000 xil dori yasayolgan hamda Tajalli nusxalari nomli qo'lyozma kitobini qoldirib ketgandan boshqa nurg'unlagan shogirdlarni tarbiyalab varis qoldirib ketgan. Abdushukur Muhammad Iminning deyishicha, yaqinqi zamon tariximizda tajallidek universal olim va mutafakkur chiqib boqmagan ekan. Uyg'ur xalqining eng suyumlik o'g'loni Büyük olim Hüseynxon Akbar Tajallining Uyg'ur tibobatimizga qo'shgan to'pisi, u o'zi yashagan ashu davrdan boshlab ta hozirgacha Uyg'urlar orasida uzluksiz turda madihlanib kelmoqda. 9. Allohiddin Muhammad Xotanining ruhini tibobat orqali Uyg'ur xalqiga sungan Alloma Abdulhamid Yusufi. Alloma Abdulhamid Yusuf 1924 yildan 1994 yilgacha yashagan mo'l bilimlik, cho'nqur fikrlik olim, yuksak darajadagi axloq fazilat egasi, nurg'un tarixiy, diniy va tibbiy asarlarning muallifi edi. U o'zining ko'p qirliq bilimi bilan yuqori shuhrat va inovatga erishgan. Bo'libmi u Uyg'ur tibobatchilik ishlarini gullantirishdan iborat ulug'vor ishqa o'zini beg'ishlab bu sohaga bir umr yurak qinini sarf qilgan. U 1924 yili Xotanda tug'ilib, 1945 yildan boshlabla otasi Yusuf Axunum va boshqa donliq tabiblardan tibobat o'rganishga boshlagan. 1954 yildan boshlab o'z oldiga mustaqil izlanishga boshlab, Xotandagi eng nopozliq tabiblarning izbosariga aylanish bilan birga amaliy davolash elib borgan. 1959 yili Muhammad Imin Bug'rog'i bog'langan unsur degan bahona bilan turmaga tashlanib, 1977 yilgacha 18 yil qamoqda yotgan. 1978 yildan 1987 yilgacha yo'qilish girdoviga berib qolgan Uyg'ur tibobatini qutqizishga kirishib ketgan. Bu arada 1982 yili Uyg'ur tibobati bo'yicha mudir vrachlik unvoniga erishgan. 1987 yili qurilgan Uyg'ur tibobati oliy texnikumining qurilishi va planlarida zo'r rol o'ynagan. 1990 yili 11 oyda Sahiya nazorati uni mazkur maktabning faxriy mudirligiga tayinlagan. 1994 yili 7 noyabr Urumchida ochilgan Uyg'ur tibobati haqidagi cho'ng yig'indan qaytib kelib uzun o'tmayla 12 noyabr sirliq bir shaklda qazo qilgan. Uyg'ur tibobatining büshki bo'lgan Xotan viloyatida tunji bo'lib tibbiy maktab va Uyg'ur tibobat doktorxonasi qurib chiqqan Turdi Muhammad Axun hojim 120 yillik qon tarini Uyg'ur tibobatini saqlab qilishga atagan bo'lib, 8 asr burunqi ajdodi Alloma Allohiddin Muhammad Xotanining mirosini Uyg'ur xalqining qo'liga topshirib berish yo'lida tasavvur qilg'isiz mushaqqatlarni chekkan.
uning eng yaramliq tayanch shogirdi Abdulhamid Yusuf Damolla Hoji bo'lsa, Xotanining o'z davridagi yana bir yegona allamisi edi. U kishi yolg'iz diniy fanlarda emas, balki har xil ilm ma'rifat sohalarida nopozliq kishi edi. Atalmış Abdunum rayonluq Uyg'ur tibobat doktorxonasi sobiq mudiri bo'lgan Abdumejid Hojimmi uning sabdishi edi. Undan boshqa Qashqar Xotandagi necha avlod ot kasbiga varislik qilishni davom qilgan tibobat pirlarimi uning yaqin sabdoshlaridan edi. Uyg'ur ulamolari burundilla bir qo'lida diyonatni, yana bir qo'lida tibobatni tang elib mengib, ulug' bovimiz Jamoliddin Aqsaroyiydan keyingi 8 asrda bu xil an'anaviy urf-odat va afzalligini saqlab kelgan edi. 10. Elixon Hazratim 1887 yildan 1989 yillargacha yashagan. Hozirgacha nashr qilingan Uyg'ur tibobat anatomiyasi, oldimizdan o'tgan takror kasallik dorisi, tibobatchilikning nazariy asosi qatorliq asarlarning muallifi. Yetilgan ustoz Tibib Elixon Hazratim o'zining butun hayotini xalqning sog'lomligi uchun beg'ishlagan bo'lib, Ordu, Paris, Arab, Türk tillari va yeziqlarini puxta egilab, yuksak bilim egisiga aylangan. 102 yil umr ko'rgan bu peshvoni keyingi avlodlar hurmat bilan aslaydi.